Endi video olaman deb tursam, Koreys buvimiz ketdik Nobrendga deb kirib kelib qoldilar. Koreys buvimizga ertalabdan gripp tegmoqchi bo'lgan ekan, Balensiyaga borib dori yozdirib kelibdilar. Chunki yozdirib olingan dori bittada ta'sir qiladi. Shu sababli ham maska taqib olibdilar har ehtimolga qarshi. Nobrenddagi mana shu pasta menga rosa yoqadi, ham tez tayyor bo'ladi, ham ta'mi ham mazali chiqadi. Yaqinda bilib qoldim, tomat pastasi sotilishini. To'g'risi shuncha yil yashab, o'tgan safar qorasidan olgandim. Xuddi sveji pomidorni blender qilganga o'xshaydi. Bu safar cheese bilan piyozligidan olib ko'ramiz. Pechene bilan yogurt shirinligi rosa trendga chiqdi-yu, men ham tayyorlab ko'raman deb olmoqchi edim. Afsuski tarkibi notoza ekan, asta joyiga qo'yib qo'ydim. Bu yerdan chiqib boshqa magazinga keldik. Bu sous idishchani точно bizni choynikchalardan o'g'irlagan ideyani. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. 야, 이거 봐라. 여기다 끼워놓는 거지, 이건 판. 진짜. 소리가 보이시죠? 이거는 뭐예요? Kerakli narsalarni olib uyga qaytdik. Uyga kelganimizdan qulupnay xor qizim olganimizni ko'rgan, dilashga tushib ketdi. Qulupnay xorlarga yuborib qo'yinglar.